Juda ko'pchilik so'rabdi, zavod bilan chassini, oka, qanday ajratib olsa bo'ladi deb. Hozir sizlarga shu savolinglarga javob beramiz, okalar. Ya'ni, mana zavod bilan chassini oldiga kakras tushdi. O'sha narsani sizlarga hozir men ajratib olishga ko'rsatib bermoqchiman, okalar. Xo'p. Bo'lmasa 14 ga 3,5 bu strapilamiz. Chasni bo'ladi. Qaydan bildingiz desani, okalar? Bu uzun kaltaligida bo'ladi. Ya'ni, chasni hech qachon standart kesmadi. Zavod faqat standart kesadi. Shu taraflama bu birinchisi. Uzun kaltaligi birinchisi. Yana bittasi qalin parashligida bo'ladi. Zavod standart uradi, ya'ni qalin parashligi standart bo'ladi zavodniki, chasniniki har xil bo'ladi. Bu ikkinchi tomoni, okalar. Yog'ochchi qaydan biz aniqlab olamiz bunaqaligini desani? Taxt hozir bu orqa tarafdan ko'rinishi, shu ham orqa tarafdan oldi tarafga o'tilsa, oldi tarafi zavod singandan turgan buni ham. O'sha tarafdan orqasiga aylanib o'tsani yog'ochchi, keyin bila olasizlar, okalar. Yana bitta narsa, iynida. Ya'ni bu razmer 14 bergan bo'lsa, 14,5 ham chiqishi mumkin, 13,5 ham chiqishi mumkin. Ya'ni har xil chiqadi. Bu 11 bergan bo'lsa, 11 chiqadi, tamom. Undan plus minus ham chiqmaydi, okalar. Ba'zi taxtalar bor, 10,5 ga beradi, 11,5 ham chiqadi zavod taxtalari. U yog'ochda boshqacha yog'ochlar bo'ladi, okalar. Kimgadir yana qiziqarli savollar bo'lsa, yozsani, xudo xolasa javob berib olamiz, okalar. Sog' bo'linglar.